Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? O'zim doktorman. Hozir sizlar bilan ozroq gaplashishga to'g'ri keldi. To'g'risi, vijdonim yo'l qo'ymadi. Men bu yerda video qilishdan hech qanaqa manfaat ko'zlamaganman, yo qanaqadir bir tashkilotga ishga o'tish yoki bo'lmasa mansab. Men prosta hozirgi vaziyatlarni ko'rib ichim achidi, vijdonim qiynaldi. Prosta xalq qiynalyapti. Xalq nimadan qiynalyapti? Mana shu shifokor doktorlarimizni e'tiborsizligidan, tizimda mana shuncha o'zgarishlar, tibbiyotni elektronlashtirish, telemeditsina degan narsalarni rivojlantirishga qaratilgani bilan, shuncha yangiliklar qilinayotganligi bilan, elektron retsept tizimlari yo'lga qo'yilayotgani bilan bu ham hozir hech kimni bir qo'zg'atila olmayapti. Shu ba'zi bir doktorlarimizni joyidan qo'zg'ata olmadi. Bilmayman bular nimaga unaqa. Prosta jonim achidi bemorlarni taqdiri haqida. Hozir men bitta tashkilot meni ko'rganlar, bilganlar tanisa kerak. Baribir tashkilotda ishlayman, davlat tashkilotida ishlayman, lekin o'sha tashkilotni yo'lga qo'yilgan tizimidan ozroq noroziman. Noroziligim haqiqatan vijdonan. Prosta men hech qanaqa bu videodan biron bir shikoyat, kimnidir orqasini kovlash yoki bo'lmasa kimgadir xusumatim yo'q. Menga hech kim husumat ham qilmadi. Men ham ularga husumat qilmoqchi emasman. Prosta vijdonan aytmoqchiman. Akalar, iltimos, ozroq ishlaylik, vijdonan ishlaylik. Prosta bemorlar qiynalyapti, xalq qiynalyapti. Navbatchilikka boramiz. Ishoning, navbatchilikda UZI ishlamaydi, rentgen ishlamaydi. Laboratoriya Chernevikka laboratoriya analizlarini yozib beradi. Bemor, biz doktormizda, kinnatchi emasmiz. Yo biz tabib emasmiz. Bemor haqiqatan og'ir ahvolda keladi. Dardini aytib, yengillashish uchun keladi. Najot so'rab keladi. Lekin biz doktor qattan unga yordam qilib bera olamiz. Qo'limizda asoslangan hujjat bo'lmasa, rentgen qila olmasak, UZI qila olmasak, qo'limizda analiz bo'lmasa nima kerak? U kasalda bemorga qanday yordam qila olamiz? Mana og'ir bemorlar keladi, shu og'ir bemorlarni shu uyga joylashtirishimiz kerak. Shu uy palatada kirsangiz, dori shkafida dori yo'q, reanimatsiya qilish uchun reanimatsion sharoit yo'q, defibrilyator yo'q, kardiomonitor yo'q, kislorod yo'q. Nimaga kerak bu shu uy palata? Doktori yo'q, medsestrasi yo'q kechqurungi smenada. Nima kerak bu? Kimni aldayapmiz? Nimaga o'tiribmiz? Qachon o'zgaradi bular? Aytinglar. Buni hozir yangiliklar qilishyapti. Dimet tizimi, misik tizimi qilishyapti. Elektron retsept tizimlari qilgan. Va bu hammasi sug'urta tizimi ertaga sizni kelajagingiz uchun, xalq uchun qilinyapti, doktorlar uchun qilinyapti. Nega ishlamaysiz? Nega qiziqmaysiz? Nega shug'ullanmaysiz o'zingiz ustida? Kelasiz, ketasiz, kuningiz o'tsa bo'ldi. Nima kerak unaqa narsani? Kimni aldamoqchisiz? Raz buni to'g'risini ayting, irekcha aytaylik. Qo'lingizdan kelmasa, mard bo'lib keting. Nima qilasiz bekorga? Mana shu yerda xalqni ham aldab, o'zingizni ham aldab, nima keragi bor? Bu tizimda menga ustozlarim aytardi-da, Sardor, doktor bo'lish kerak bo'lsa, yo umuman sheriklarimizga ham, kursdoshlarimizga ham aytgan. Doktor bo'lish kerak, yo zo'r bo'lish kerak, yo yo'q bo'lib ketish kerak. Doktorlikda hech qanaqa bir o'rta hol doktor yo'q bu yerda. Bu yerda doktor bo'lish kerak, yo zo'r bo'lish kerak, umuman zo'r bo'lmash kerak bo'lmasa yig'ishtirib qo'yish kerak. Qachon o'zgaradi bu? Nimaga bizga shuncha buni prezidentimiz tomonidan elektron tizim haqida qilinyapti? Dimet, misik tizimi, elektron retseptga o'tinglar deyapti. Nega? Bemor 3 kundan beri yotibdi, istoriya yozilmagan. Ishoning, bemorni men reanimatsiyaga olib o'tishim kerak, ahvoli og'irlashyapti, hech kim qaramagan, даже istoriya ochilmagan, kunduz kuni kelgan bemorni yotqizib qo'ygan, istoriya ochilmagan. Men bemorni reanimatsiyaga o'tkazayotgan paytda istoriya qidiryapman, istoriya yo'q. U bemor hozir koridorda o'lib qolsa nima bo'ladi? Hozir kim bo'ladi javobgar? Nega kunduzgi kuni doktorlar qaramagan shunga? Mana dorilar yo'q, mana ehtiyot shart kerak bo'ladigan yordam uchun kerak bo'lgan dorilar yo'q. Nima qilish kerak bularni? Qachon mana UZI ishlamasa, rentgen ishlamasa,
Mayli ana zamonaviy texnikalarni, MCT, MRT apparatlarni qo'yavering. Bizga bazaviy tekshirish usullarini, diagnostika usullarini nega ishlatib bermaysizlar? Mana laboratoriyalardan xabarim bor, mana hech kimda yo'q apparatlar bor laboratoriyada. Otam zamonda hozir mana koronavirus paytida olib kelingan ekan, reaktiv yo'q. U qachon ishlaydi u? Nimaga olib kelingan? Nimaga chang bosib yotibdi? Qachon ishlatamiz uni? Kimga kerak u ko'z qilish hozir kimga kerak? Ishlataylik bir mazza qilib. Bemorlar ham bir bizga rahmat aytib chiqib ketsin. Baraka topkur, shu yerdan davo topdim. Bizga kelgan kasal ahvoli og'irlashib ketyapti-ku. Mana bemor 10 kun yotadi, 10 kun ham hech kim hech narsa qilmaydi. Istoriya birinchi kuni первичный осмотр yozilmagan. Bo'lim mudirini ham bo'lim ko'rigini ham shablon usulda kompyuterda chiqarilgan, yog'iga dinamik yo'q. Analiz o'sha boshida istoriyani boshida qilingan, analiz boshida kelgan analizda qilingan. Bemor 10-kuni chiqib ketyapti, 10-kunida ham повторный analiz yo'q. Ko'p shakar nahotki qiziq emasmi sizga? Bemoringiz qanaqa natija bilan qanaqa davolanib chiqib ketdi? Nega analiz qilmaysiz? Nega? Bemorni davoladingiz, qaradingiz, shuncha mehnat qildingiz, dori-darmon qildingiz. Nega yana chiqib ketgandan oldin natijani bilish uchun qayta повторный analiz qilmaysiz? Bir shu 10 kun yotgan bo'lsa, 2-3 marta analiz qilib ko'rmaysizmi? Men назначенияларым qanaqa bo'lyapti ekan? Bizga boshida kelganda bemorni первичный осмотр bo'ladi. Первичный осмотрdan keyin bo'lim ko'rigi bo'ladi. Bo'lim ko'rigidan keyin 3 kundan keyin klinik diagnoz bo'ladi. Klinik diagnozdan keyin har kuni dinamik bo'lish kerak. Konsulium bo'lsa, konsulium yozilishi kerak. Har kuni kerak bo'lsa analiz qilish kerak. Nega bu hozir boshida birinchi kun kelgan bemor EKG'si nomiga Chernevikka o'xshab qilingan, turibdi, hech kim ko'rmagan. Analizlar olinglar deb yozib qo'ygan. Bu analizlar o'sha birinchi kuni qilingan. Shu bo'y yozibdi, назначениеda, o'sha list назначениеda analgin demidora piratdan mana shu lititska ozgincha qilingan, boshqa hech narsa yo'q. Bemor 10 kun davomida yotyapti, ahvolida o'zgarish yo'q. Qiziqmi? Sizga interes bormi? Bu bemorni davolanishda nima qilasiz? Bo'lmasa bemorni yotqizib, agar qara olmasangiz, natija qilib bera olmasangiz, nima qilasiz? Umidvor qilib bemorni bekorga vaqtini olib yoki pulini sarflatib. 10 kun mana shu yerda yotdi bemor. Qachondir asoratlanib, oxiri nogiron bo'lib kelish kerakmi bemor? U nogiron bo'lgandan keyin kimga kerak? U oila a'zolariga kerak emas, davlatga, jamiyatga kerak emas. Nogiron bo'ldi, umrni oxirigacha shu boqimda endi nima bo'ladi endi u hozir? Taqdir nima bo'ldi? Nega vaqtida diagnoz qo'yilmadi? Nega umrni oxirigacha gipertoniya kasalligi bo'lsa, umrni oxirigacha gipotenziv terapiya qilinmadi? Sahri bor bo'lsa, nega sahriga gipoglikemik preparat qilinmadi? Nega buyurmadingiz? Nega bemor borib shaharga borib davolanish kerak? U shahardagi doktorlar qanaqa doktor ular? U vallohmat emas-ku, ular ham sizga bizga o'xshagan doktor-ku, to'g'rimi? Ularning qo'lida faqat tekshiruvlari bor, boshqa hech narsasi yo'q. Yo'q, o'qinglar, mana yangi jurnallar chiqyapti, qiziqinglar. Bemor davleniya bilan kelgan, kriz bilan kelgan, 220 davleniya bilan kelgan, list nazначениyani ko'rsangiz boru, xafa bo'lib ketasiz-da. Ichida bironta ishoning, yolg'on emas, bironta emas gipotenziv preparat yo'q, yozilmagan. Nimaga unaqa? Yo mikrosirkulyatsiyaga yozilmagan. Faqat o'sha infuziya bir narsa u naborot onkatskiy davleniyani ko'tarib, bosimni oshirib beradi. Nima kerak unga? Qatib natr xlorni quyaverib. Natr xlor bosimni ko'taradi-ku. Nima qilasiz uni bekorga vaqtini o'tkazib, umrini yolg'on gapirib? Tabletka formada 3 ta tabletka bering bo'ldi, shu bilan davolanmaydimi? Yo 10 kun yotadi, 10 kun kapelnitsa oladi, bemor yaxshilanmaydi. Nega shuni orasiga 2 tagina tabletka qo'shib qo'yish qiyin emasmi? Nega shu standart bo'yicha yozilgan enalapril, amlodipin yo bo'lmasa kuchliroq gipotenziv markaziy ta'sir qiladiganlarni yozmaysanmi agar ta'sir qilmaydigan bo'lsa? Nega antikoagulant yozmaysan? EKGda o'zgarish turibdi, QRSlar ko'tarilib turibdi, podiyom bor. Nega qaramaysan? Nega markazga jo'natmaysan? Xo'p, ahvoli og'ir bo'lsa, kuching yetmasa, nega sanaviyatsiyaga telefon qilmaysan? Sanaviyatsiyadan mutaxassis so'ramaysan. Chunki bilmaysan. Mutaxassis bilan gaplashishni bilmaysan, kasalni doklad qilishni bilmaysan. Kasalni anamnezini bilmaysiz. Kasalni qachon kelgan, nimadan boshlangan, qanaqa bo'lgan qiziqmaysiz. U sanaviyatsiyadagi doktor oddiy doktor emas u. Telefon qilganda kasalni ahvoli haqida so'raydi, ma'lumot so'raydi. Siz nima u ma'lumotni bera olmaysiz? Chunki sizga qiziq emas ma'lumot kasal haqida. Kasal kechirasiz, bizda shu uksuzdan zaharlangan bor, palon psimodan bor. Bo'l. Nima qildi? Unga analiz topshirdingmi? KSS ko'rdingmi?
Ahvoli qanaqa, machasini ko'rdingmi? Va nega tekshirmaysan? Nega doklad qilishni bilmaysan? Sanavatsaga ham telefonda medsestra qiladimi? Uyalmaysanlarmi? Doktor bilan gaplashish uchun sanavatsaga vizitga deb medsestraga bersan, medsestra nima ish qilsin? Bemorga qarasinmi? Analizlar olsin, yozuv-chizuvini, rasxodini qilsin, yana sanavatsa bilan gaplashsinmi? Sen doktorsiz, sizlar doktorsizlar-ku, nima qilasizlar sizlar? Nega bemorni qiziqmaysan, anamnez bilan shug'ullanmaysan? Va shu yerda ahvoli og'irlashib bemor o'lyapti. 3 kun, 4 kun yo'q, bemor bo'ldi. Bilasan prognozni, nega harakat qilmaysan? Sanavatsadan doktor chaqirtirib, mana operatsion sharoit bor, operatsiya qilish kerak bo'lsa operatsiyalarni qilmaysan. Chaqirtir aka, mana bizda masala shunaqa masala bo'lib turibdi. Muammo bizni qiynayotgan muammo mana shu. Aka, mana shu joyini bartaraf qilib bering. Siz kelib maslahat qilib bering bizga yoki bo'lmasa shu yerda amaliyot qilib bering. Biz bu yog'ini keyin davom ettirik. Yo'q, senlar faqat shu kasaldan qutulishni o'ylasalaring bo'ldi. Tezroq kasalni jo'natib perevod qilish kerak, o'zidan soqit qilish kerak, bo'ldi, qutulish kerak. Bu nima bu? Bu ham davlat tashkiloti, tibbiyot birlashmasi bu ham. Bu ham davlat har tomonlama yordam qilib sharoitini qilib beraman deyapti. Ras sharoiting bo'lmayotgan bo'lsa nega so'ramaysan? Kimdir seni tilingdan iladimi? Tilingdan olsayaptimi? Apparatlaring ishlamaydigan bo'lsa, remont talab bo'layotgan bo'lsa, nega kiraverib boshliqni, rahbarni miyasini bermaysan? Qachon kuyib pishmaysan? Mana 2-3 martalab kelyapti, mana jon kuydiryapti ekan deb qilib bermaydimi bu rahbar? Buxgalteriyada shuncha mablag'i bor. Nima qilib o'tiribdi hozir mana sug'urtaga o'tganmiz hammamiz. Yo dori-darmon bilan ta'minlay olmasa, yo оборудованиесini, med texnikasini remont qilib bera olmasa, yo bo'lmasa yangi uskuna olib bera olmasa, uzisini sharoitini qilib bera olmasa, ekonomik shartlar, normativlarni qilib bera olmasa, nima kerak bu tashkilotda ishlab hozir men tushunmayapman hozir. Biz bunday olib qaraganda qo'qonlik tabibdan farqimiz yo'q, tushunyapsizmi? Kinnachi bo'lib qolganmiz. Kasal keladi jalbasi bilan shunda ko'rib bu ish emas, yo bu doktorlik emas, tushunyapsizlarmi? Qachon bir ishlaylik bir ham. Sharoit qilib beraylik. Doktorlar, bemorlar ham bizdan rozi bo'lib, ko'p yashagir deb otangga rahmat deb duo qilib chiqib ketsin. Yo biz faqat shu umr o'tkazish kerak, kun sarflash kerak. Nomi ulug' surpasi quruq, kun o'tdiga bo'ldi. Istoriyalar faqat shablon. Bemor keladi, bemorni analizini ko'ryapti, ko'p yashagir bemorni analizini ko'ryapti, analizda sidik analizda proteinuriya lekotituriya ketyapti. Bemor davleniyasi bor. Bemorga aytyapti, bemor ahvolingiz yaxshi ekan, xavotir olmang, hammasi joyida. Ozgincha shamollash bor ekan, bitta antibiotik yozib bo'ldi, jo'nataveradi. Nega ko'p yashagir? To'g'risini ayt. To'g'risini ayt, davleniyang bor, pochkang zararlanyapti. Hozir sendan ketib bu hammasi yaxshi ekan deb uyda 3 oy yotadi. 3 oy yotgandan keyin u kasallik nima bo'ladi? Buyrak yetishmovchiligi bilan dializga boradi, nogiron bo'ladi. Umrining oxirigacha nogiron, u kimga kerak keyin? Oila a'zolariga, davlatga, jamiyatga foydasi tegmasa, uni kimga keragi bor endi? Bo'ldi, bitta shu doktorni 3 oy oldin analiz qilib ko'rgandagi to'g'ri gapirmaganlik uchun, sizni analizlaringiz hamma yaxshi chiqdi deb aytganligi uchun bu bo'ldi. Mana shu 3 oydan beri nogiron endi u. Nima bo'ladi uni taqdiri? Kelajagi nima bo'ladi? Uni bolalarini kim qaraydi? Qachon ishlaydi bular endi? Xodimlarga ham bir e'tibor qilish kerak-da. Xodimlarga ham, qo'lini ostidagi xodimlarga e'tibor qilish kerak. Faqat ezib buyruq bajarish, doklad qilish. Tepadagi rahbariyat ham ahmoq emas. Buyruqni bajarish kerak, to'g'ri. Lekin faqat sizlar buyruq bajarib o'tiraverganlaringdan keyin ular ham sizlarga faqat komandit qiladi. O'zingizlar biron bir tashabbus bilan chiqmasanglar o'zgarish bo'lmaydi hech qachon. Biron bir tashabbus bilan, aka, opa, bizda mana shunaqa muammom bor, qiynayapti, mana bemorlarim qiynalyapti. Bemorlar yoqqa sarson bo'lyapti, bu yoqqa sarson bo'lyapti. Menga mana shunaqa tibbiy uskuna kerak, yo bo'lmasa mana shu tibbiy uskunamni remont qilishim kerak, yo bo'lmasa reaktivlar kerak, dori-darmonlar kerak, med texnika kerak. Nega so'ramaysan? Nega shug'ullanmaysizlar? Qachon ishlaymiz? Nega xodimlarni shuncha yildan beri mehnat qilib qo'ling ostida ishlab kelayotgan xodimlarga sharoit qilib berib, bir anaqa qilib bera olmaysan?